Soat 12:54. Hozir men sochimni tuzattirmoqqa kelgan edim. Do'kon band. Aytdilar soat 1dan so'ra kel dedilar. Soat 1dan 10:15 o'tgandan keyin kel dedilar. Chunki hozir band. Nima uchun band bo'ladi? Hamma do'konlar band bo'ladi. Afg'onistonda namoz uchun juda ham jiddiy qattiq ushlanadi va bir inson namozdan, jamoatdan, masjiddan qolmasin deb shu uchun Amr bil ma'ruf aylanib yuribdi. Amr bil ma'rufda o'zining mashinasi bor, o'shanga minib aylanadilar. Kimki do'koni ochiq bo'lsa, do'konlari band qilinmagan bo'lsa namozda vaqtiga bu vaqtda kelib do'konni muhrloq qiladi, qulf urib qamab ketadilar. Sonra ko'p mushkullar bilan do'kon ochiladi. Juda ham Afg'onistonda namozga hurmat qo'yiladi, o'sha uchun shu ishlar bo'ladi. Va men ham hozir masjidga keta olmadim. Chaqaloqlar bor mashinaning ichiga. O'sha uchun mashinaga o'tiribman va soat 1dan 10:15 o'tganda sochimni tuzattiraman va isloq qildiraman. Hozir band hamma joy qamalgan. Ko'p joylar band bo'lgan, qamalgan. Mana bu yerda qufl qilmagan do'konlar bor. Hozir ham soat 1 bo'ldi. Ochib to'xtatdilar do'konlarni. Agar hozir shularning ustiga kelsa, do'konlar muhrloq bo'ladi-yu, qufl bo'ladi. Ko'rishim qanday? Avval qanday edim, hozir qanday? Bir qism ko'rilyapti-ne? Sochim o'sib ketgan edi. Mana tasmin bor, sochimni ko'proq qilib qo'ymoqchi edim. Mana aksini shera qo'yaman, shunday qilmoqchi edim. Yana ham sochimni oldirdim so'ra, kam qildirdim. Xo'p, ko'rishamiz. Degan hozir sog' bo'ling.